50 yoshda sevgi bo'lmaydi debsan, 60 yoshda sendan xatlar kutaman. Alloh umrim bersa jonim, agarda 100 yoshga kirsam ham seni sevaman. Alloh umrim bersa jonim, agarda 100 yoshga kirsam ham seni. Kim agar xotinni xorlasa, Alloh xorlaydi o'sha odam. Nimaga? Yana qayta aytaman. Nikohingizga olayotgan kelin Allohning omonati bo'ladi. Ularni urmanglar, so'kmanglar. Uyda notinchlik bo'lar ekan, erkak aybdor. Biz aybdor, bilib qo'yinglar, ayol aybdor emas. Chunki ayol gapiraveradi. Ular bir ojiza bir nima. Biz siyosat qilishni o'rgan. Birinchidan tilimiz shirin bo'lish kerak. So'kish degan narsani. Mana namozga kelganlar so'kiladi. Astagfirulloh. So'kish bujukunikku. Faxriddin Roziyning tafsirlarida o'zim o'qidim. Hadis. Hasan debdi, sahih hadis. Qaysi bir ayol o'zini erini boshqa ayollardan rashk qilib qizg'anib yashasa, Alloh taborak va taolo mana shu ayolga Alloh yo'lida jihad qilganligini savobini yozib turadi. Bugun ayolingiz rashk qilyaptimi? Xudoga shukr qiling. Allohga hamd eting. Demak, qalbida borsiz. O'rningiz bor oilada. O'lib ketmaysanmi menga desa nima deysiz? Qo'lingizdan nima keladi? Bir zino insonni xor va kambag'al bo'lishlikka yetarli. Siz boshqa joydan tijoratda xato qilib qo'ydik, bugun omadimiz kelmadi deb o'ziga bahonalar qiladi. Yo'q, unaqa bahonalar qilmang. Ehtiyot bo'ling. Qaysi ummatim kelib uyga borib, xotinini qo'lini ushlab erkalab qo'ysa dedilar. O'zini xotinini, boshqani emas. O'zini xotinini ushlab, qo'lini erkalab qo'ysa, erta ham xotinda ham gunoh qolmaydi, to'kilib ketadi. Xotiningiz erkalasangiz ibodat bo'lib qolar ekan.